Assalomu alaykum hammaga. Bizni Zhigovskiy bansidan ro'parasida Chilonzor 15-kvartaldamiz. Bog'obod mahalla, yangi Yevro uylar hammasi asfaltli ko'cha. Uy ichiga kiramiz. Hovlimiz 4 sotuli Yevro uy mana. Ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlar. Tegi polli podvol. Bu darvozaxonalari. Mana kirishda katta hovlimiz bor. Bu kuxnyasi. Birinchi etajda bitta zal, tisparli kuxnya и prixожая bor. Kuxnyasi, mana kuxnyasi unaqa. Kuxnya yonida choy o'tiradigan joylar bilan birga. Bu podolga tushib ketishi. Mana zal uchun alohida kiradigan joy qilishgan. Bu katta zal, mehmonxona. Tegi butunlay hammasi podvol, sauna, basseyn, sport zal. Podvolda mana oynali spalni qilingan. Bu mehmonlar uchun yoki yosh bolalar ko'p bo'lganlar uchun. Mana ikkinchi spalni. Bu podvol. Sanuzil mana. Bu yoq mana kladovka, bu boshqa oshxonadan chiqadigan joy. Sport zali bor. Katta sport zal. Sport zali. Keyin darvozaxonaning tegi ham podvol qilingan. Ashi darvozaxonaning tegi ham polli podvol, bir sex qiladiganchilarga ham zo'r. Bu saunasi. Hammomlar. Mana bu turetskiy hammom. To'rt-sotuli Yevro domimizda Bog'obod mahallada Chilonzor 15-kvartalda shu holatda ichida polni remontli 6 ta xona, bitta zal, 2 ta hol, podolida yana 2 ta xona, sport zal, sauna hamma narsasi bilan sotilyapti. Narxi 450 ming startoviy.